Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda biz yanala bu bir oilalikning jiddiychilikdan qutulolmagan yerlarini o'qib o'tgaydik. Endi davomini o'qiymiz. Buningga Ibrohim diqqat qildi. Buni sezib Navalning yuzi höppita qizardi. Qo'lidagi patnos silkinib, qachilar yana jirg'ishib ketdi. İbrahim huduqub nima qilishni bilmay qoldi. Keyin o'zining Navalga ojiz ko'rinib qolganligiga bahona ko'rsatib, "Men boya o'zimning bir yildan beri kulmaganligimni o'ylab bir kulib boqay degaydim", dedi. Naval kulib-etdi. U biror amal qilib İbrahimni kuldirmoqchi bo'lib tartingan holda so'radi. "Biror latifa aytib beraymi ya?" İbrahimning og'zi yo'g'on ichildi. Naval latifa etmasdinla qaqaqlab kulgisi kelib ketdi. "Undaq bo'lsa-ku ajoyib yaxshi bo'ladi", dedi u. Naval buloqdek ko'zlarini pildiriltib, birdam o'ylandi-da, uyalgan holda kulimsirdi. "Chatoq bo'ldi. Birmi yodimga kelmayotidi." Naval burildi-da, eshikka qarab mangdi. Eshik tuyiga borganda beshini qayrib uyatchanlik bilan kulib, "Biror latifa yodimga kelsa kelib aytib beray ha", dedi. İbrahimning chiroyidagi tabassum yo'qoldi. Naval İbrahimga "O'zingizga ichingiz og'irsin" degandek iltijo bilan birdam qarab turib, ko'ngli g'ash holda chiqib ketdi. İbrahim yana yolg'iz qoldi. Uning amdi boshqa ishlar to'g'riliq o'ylanishga raviti qolmadi. Uning gazit jurnal o'qig'isimi kelmadi. Bekorchilikmi uni azoblayotdi. Oxir u tashqirqi eshikning ochilganini, orqadan Muhitning oyoq tuvishini angladi. Muhit hujraga huduqqan holda kirdi-da, İbrahim bilan qo'l ilishmay bosh lingshitish bilanla ko'rishdi. İbrahim savol nazarida uningga qarab taqatsizlik bilan so'radi. "Qandoq? Ahvol yaxshimi?" Muhit kitoblarini ustalga tashlab, "Hech bir natija yo'q", dedi. İbrahim o'rnidan sakrab turib ketdi. Ovozimi vaqirg'anak chiqdi. "Qandoq sizga natija olmaydi?" Muhit uning so'zini bilib va yig'lug'idek bo'lib, "Men Fahmi Abdulazizni uchirta olmadim. İzdabmi topa olmadim. Boshqalardan surishtirib, uning qo'lga ilinganligini uqdim. Uni tutib ketibdi", dedi. İbrahimning ko'zlari chaqchib ketdi. U o'zini har qancha qilibmi tutib ololmadi. "U tutilibdi? Qachon? Qandoq tutilibdi?" so'radi u. "Tunaygun tong saharda ular uni sizning turmadan qechishingizga yordamlashgan deb tutyapti", deb javob berdi Muhit karvatda beshini changallab o'ltirib. İbrahim gap qilmadi. U zo'riga o'zini besib olib, zehnini yig'ib o'ylanishga boshladi. Muhit beshini ko'tarib so'radi. "Endi qandoq qilamiz?" "Boshqadan o'ylanish kerak", dedi İbrahim eg'ir bisiqlik bilan uningga qarab. Muhit o'ylanishdan umid uzgandek talaffuzda. "Tezroq o'ylashimiz kerak, vaqt qiz. Hozir mamlakatning hamma yerini yana qattiq parokandachilik qopladi. Soqchilar hamma yerni timisqlab yuriydi. Anglasam, ular 50 odamni qo'lqapti", dedi. "Muhimi biz obdan o'ylashimiz kerak", dedi İbrahim pisand qilmagandek. U Muhitnimi o'zi bilan tang bosh qattirsin degandek, biz so'zini maqsadlik holda alohida urg'uda aytdi. Andin u yoq bu yoqqa minishga boshladi. Muhit tashvishlangan holda İbrahimga qarab qo'yatdi. Uning qarashlariga ich og'irtish, qo'rqinish, o'chmanlik va yilinish orlashib ketgan edi. Sirtqi eshik va bovayning oyoq tivishi, yana tashqirqi eshikning ochilg'ini, orqadan bovayning aldirab Samiyadan gap so'rig'ini anglandi. "Opang qani?" Muhit aldirab saldirab chiqib edi. Bovay uningga qarabmi qo'ymay ko'rishish uchun qo'lini berdi-da so'radi. "Opang qani?" Mo'may oshxonadan ittik chiqdi va bovayning keyindan yataq uyga kirib ketdi. Bovay ishini yapqandan keyin taqisini olmay qattiq aloqsizlik ichida.
Abdulhamdi ishxonamga keldi, dedi. He, o nima deydi? Mo'may hikoya anglashga taqozo bo'lgan odamdek so'radi. U meni siz ulug' vatanparvar zot ekansiz, dedi. Buvayning talaffuzida zarda va masxara bilinib turadi. Uningga rahmat, yana-chu? Mo'may yanama taqatsizlandi. U Somiyani menga beringlar, deydi. Buvayning yuz muskullari azobdan titrab ketdi. Mo'may gapni tushunmagandek ko'zlarini yo'g'on ichib. U bultur Somiyaga talab qo'yganda biz bo'lmaydi degan emasmi? dedi. Bu qatim undaq deyolmaymiz-da, dedi buvay tingirqigan holda. Mo'may kaltak yegan odamdek sopaga losda o'ltirib qoldi, xeyli bir hazodan keyin. Somiyada nim gunoh, dedi. Buvay undimidi. U ko'nglida qizini Abdulhamdiga berish qaroriga kelgan edi va buningdan boshqa iloji yo'q deb qaraydi. Buvay shu topda o'zini cho'kish oldida turgan kemidagi bir qism molni qutuldirib olish uchun yana bir qismini ilojisiz dengizga tashlamoqchi bo'layotgan kema boshlig'idek his qildi. U oilasidagi boshqalarni qutuldirish uchun Somiyadan voz kechmoqchi bo'layotdi. Shundaqdimi u Somiyani qutuldirish tadbirini qilmay turibla uni haqqa berib etmaydi. Demis qilib parishon bo'layotgan Mo'may to'xtamay, "Alloh egam, Somiyaning nim gunohi bor? Ah Xudo, uning qandoq gunohi bor?" deb nido qildi. "Bu Xudoning taqdiri, Xudoning irodasi", dedi buvay. Buvayning xiyoliga yana Abdulhamdining bugun atdigan ishxonada qilgan so'zlari keldi. Abdulhamdi pichirlab degidek. "Menmu bu oilaning bir a'zosi, menmu vatan suyishda sizlarni qilishmayman", degan edi. O'zining vatanparvarligini maqtab, o'quvchi vaqtida qandaq namoyishlarga qatnashganliklaridan tortib so'zlab ketgan edi. Ondan xuddi gapga gap to'g'ri kelib qolgandek, Somiya bilan bo'lgan to'y ishini tilga olgan edi. U xuddi bu oilaning a'zosi bo'lishdagi sharti Somiya bilan to'y qilishdek. Shundaqla uningdagi vatanparvarlik bu to'y ishi bilan zich bog'langandek bir talaffuzda alohida so'zlab ketgan edi. Abdulhamdi degan bu iflos, xumpar, lükchek, tahdid silish orqali to'y qilish maqsadiga yetmoqchi bo'layotdi. Buvayning uni bir tasdik solg'usi, ishxonasidan qo'g'lab chiqarib, uni ham uning dadisi bilan barliq munosabatini uzvatgisi keldi. Biroq bunda qilolmadi. Chunki u hozir ojiz bo'lib tiz pukmakdan boshqa chora yo'q edi. U darhol Somiyani qutuldirib olg'ili bo'ladigan barliq choralarni o'ylab baqdi. Birinchi bo'lib, darhol uyga berib Ibrohimni qo'g'lab o'tish. Bu og'ir yukni yudavermaslik xiyoliga keldi. Ammo Ibrohimni chiqarayotgan planlar ish bitmaydi. Bu holatni o'zgartirib bo'lmaydi. Abdulhamdi uningga toki Somiya bilan to'y qilg'ucha tahdid silaveradi. Xotinining ovozi uning xiyol yiplarini uzatdi. Xotini qizi uchun hazo echayotgandek yo'ngrab yig'lab. "Yo'q, bo'lmaydi. Bu degan oilamizda bo'lgan tunji to'y. Biz doktorga unumg'an tursak, endi kelib qizimizni Abdulhamdidek munofiqqa beramdi." Buvay ko'zaynikini ilib o'zini yig'dan aralla tutib oldi. "Tahiya, o'zingni besib ol. Mening holimga yet. Gapni o'chig'ini aytsam, Abdulhamdi bizga tahdid silyotdi. Agar biz Somiyani bermasak, bizni soqchilarga chaqidi." Mo'may achchiqlab vaqirab ketdi. "U qo'lidan kelganini qilsin. Men qandoq bo'lsin qizimni o'tkishtirmayman. Qizimni uning bilan uy tutqundan o'lgani afzal. Ibrohim nega borsa borsin. Qizim bu to'yni hargiz qilmaydi." "İbrahim kessili ish bitmaydi-da. Masalan, muhit bilanman." Mo'may yana bir qitim danqitib qoldi. Ondan qor yomg'ir to'kilib turib, "Nima degan paskashlik bu? Tova! Hech ishdan hech yo'qla bu baloga qoldiq-ku. Xudoyimmi bag'ri qattiqlik qilmas. Dadisi, biror amal topsila. Dadisi, qizlarini o'z qo'llari bilan do'zax ishtirsalar bo'lmaydi-jimi?"
Bovay momayning yelkisiga bosh urib muloyimlik bilan. Bo'ldi qil, tahiya. Men gapimni qilib bo'lolmadim. Davomini o'nglamsan, dedi. Bovay momayning titriga besilg'icha turdi. Andin ko'zlari mug'ambardacha chaqnab ketdi. O'zining aqlini tunji qitim sinab boqmoqchi bo'lgandek. Xotin, qara. Hozir biz bu to'yga rozilik bergan bo'layli. Biz faqat ma'qulla deb turimiz albatta. Hozir to'y qilishga mehmon chaqirib, choy ichirishga, hatto akamni chaqirishga bo'lmaydi. Biz faqat Abdulhamdi bilan eg'izdila kelishimiz. Chunki bizning asosimiz to'liq. İbrahim bizning uyda turayotqashqa, Abdulhamdi uningdan ortig'ini talab qilolmaydi. Bir necha kundan keyin yoki bir necha oydan keyin bu ishni Xudoyim bir taraf qila. Mo'may bu gaplarni eriga tikilib turib angladi. Hayron bo'lgandek ko'zlarini chimchiqiltib qo'ydi. "Xotin, tushundingmi?" dedi bovay. Mo'may o'zining mu aqlda uningdan kam emasligiga erini ishondirmoqchi bo'lgandek. "Sizcha biz yolg'ondan to'y qildik-da?" dedi. "To'y qilmaymiz. Eg'izdila ma'qul deb qo'yamiz. Eg'izdila. Qo'shilib turmiz", dedi bovay uning do'tligini ayplagan tarzda. "Ondan keyin yenib olamiz?" deb qo'shimcha qildi Mo'may. "To'g'ri", dedi bovay achchiq kulib. Mo'may o'yga patdi va yig'idan o'zini arallab besivdib. "Voy Xudoyim, bo'lmag'udek. Unda qilsa qizimizning nomiga sat bo'lg'udek. Xiqlar uni rozi bo'lib keyin yenib oldi deydi. Qo'lim qo'shnilarmi ustimizdan har xil gaplarni topidi", dedi. Buvay xotinini rozi qilishga ko'z yetmay jili bo'lib ketdi. "Xotin, haq hech narsa demaydi. Bu ishni bir nechimizdan boshqa hech kim bilmaydi. Abdulhamdi kirib chiqib yursa yuravermamdi. U jiyanim bo'lgandan keyin biz bilan tang boshqa turdi. Keyin agar u bizni chaqqan taqdirdimi, soqchilar nima uchun o'z vaqtida ma'lum qilmading deydi." Mo'may yanala ko'ngil tindirolmay. "Alloh egam, o'z panohida saqlag'aysan. Ata nima ishlar bo'lar ha? Bizdek odamlarning mushundoq ishni qiladi deb kimmi ishonadi?" dedi. Bovay xotinining so'zini anglamay, o'z-o'ziga so'zlayotgandek. "Xalqlar Somiya haqida nima gaplarni topmaydi deysan? Choy ichirib qo'yib yenib olgan qizlarning o'lib ketgani yo'q-ku. Bu uning dadisi bilan akasi turmada degandan yaxshidir." Mo'may eri va o'g'li uchun cho'qim qizni qurbon qilish kerakligini tushungandek. "Dadisi, bundoq og'izlari kelganini demisizlar. Sizlar bundoq desa men tugishib ketaman. Xudoyim, men yashamay, o'zimni kirsim bilan ko'ydiribla o'lib olmay." Demoqchimanki, buvay tasalli bermoqchi bo'lib edi, Mo'may uning so'zini bo'lib etdi. "Bo'ldi, so'zlimisizlar?" Ular jim bo'lib qilishdi. "Biz Somiyani chaqirib ahvolni uning aytsa qandoq?" dedi buvay. Mo'may ta'tir qarab oldi. Barliq ishni eriga döngümoqchi bo'lgandek qo'l silkib. "Chaqirsizlar, chaqirsizlar. Gapni o'zlari qilsizlar", dedi. "Men bolalarning hammini chaqiray", dedi buvay o'rnidan turib. Andin ishni ichib bo'g'iq ovoz bilan vaqirdi. "Somiya! Somiya!" Somiya oshxonadan chiqib, dadisining oldiga keldi. Buvay uningga xuddi qurbon bo'lish oldidagi ippatli qizga qaragandek mehribonlik bilan sap soldi. "Akang bilan singlini chaqirib kel." Navol hadisining orqasidan chiqqan edi, dadisining so'zlarini anglabla Muhitning hujrasiga mangdi. U ishni chekibla qiya ichib beshin tiqdi. İbrahim bormikin degandek uy ichiga qarab. "Muhit, dadam chaqiryotidi", dedi. Muhit o'rnidan turib eshikka qarab mangdi. İbrahim uning kaynidan gumon bilan qarab qoldi. Buvay odati bo'yicha ishdan kelibla uxlaydi. Bugun nemish uxlamagandi? Qaraganda cho'ng ish bo'lgan o'xshaydi. Shunga u uxlayolmabdi-da. İbrahim shularni o'ylayotganda Muhit chiqib ketdi.
Aileliklar jam bo'ldi. Samiya bilan Naval karvat beshiga yo'linib o'ra turdi. Muhit ishik tüyida tamg'a yulandi. Safada o'tirgan bovay bilan Momay bolalariga tik biqib qarayolmadi. Bovay tamoqini qirib qo'ydi. Xuddi kaniga turib qolgan narsani tukuratmoqchi bo'lgandek, yana bir qitim kanini qirib qo'ydi-da, olqonlariga qarab turib so'zildi. Abdulhamdi bugun iftordan keyin biznikiga keladi. Yanichu, Muhit bitaqat bo'lib dadisining gapini bo'lib aytdi. Bovay, luqma solma, deb ayblagandek uningga qarab qo'yib so'zini davom qildi. Bugun atdigan u bizning idoraga kelibdi. Men uning so'zidan Ibrohimni ko'rib qolganligini bildim. Nima qilmoqchi ekan? deb so'radi Naval. Bovay xafa bo'lib uningga lapkita qarab qo'ydi-da, gapini yana davom qildi. Albatta, sizlarga ma'lum, biz usal ahvolda qoldik. Bundaq sharoitda har kim imkon bor ko'proq kuch chiqarishi, o'zaro apul qilishi kerak. Buvay gepining qandaq ta'sir qilganligi, ularning nimalarni o'ylayotganligi, shundaqla qanchalik chidashlik beralaydiganligini bilmoqchi bo'lgandek bolalariga sap soldi. Ular jimjit turishatdi. Hammasila ansizchilikka tushgan edi. Buvay tamoqini yana bir qitim qirib qo'yib, gapini davom qildi. Abdulhamdining yaxshi odam emasligini sizlarmi bilasizlar? Bundaq odamlarga oz-to'la hiyla ishlatmasak, u askilik qiladi. Momay eriga ich og'ritgan holda qarab qo'yib so'zini bo'lib aytdi. Dadisi, ularga gapning poskallisini desilar. Dardini hammamiz tang tortimiz. Tahiya, oldirma, dedi bovay, hamda cho'nqir tortib so'zildi. Abdulhamdi bultur Samiyaga to'y qilish taklifini qo'ygan. Buningga biz qo'shilmagan. Buni sizlarmi bilasizlar? Bugun yana shu gapni qilyotidi. Albatta biz buning qo'shilmaymiz. Samiya murisini qisib qo'ydi. Qiziq, uningga boshqa qiz tepilmabdi-da, dedi. Buvay uningga qaramay. Biroq biz buda boshqacha usul bilan rad qilishimiz, ya'ni avval uni qo'shilibdi degan o'yga keltirishimiz, ondin rad qilishimiz kerak, dedi. Muhit o'zini besib ololmay g'azab bilan. U tahdid silib to'y qilmoqchi ekanda, ishplas. Men umrimda bundaq rezil munofiqni ko'rmagan, dedi. Samiya vahimaga tushdi. U yer tepib turib. Men bu taklifni bir kun, bir soatgami qabul qila olmayman. Bo'lmaydi. Bu amalga oshmaydi. Taksiz salsun, salmasun parvoyim palak. Naval hadisning yeniga kelib, uni qo'g'damoqchi bo'lgandek yaqin turdi. Agar sen bir soatgami qabul qila olmasang, men bir minutgami qabul qila olmayman. Ammo ilojsizlikdan shunda qilmoqchi bo'lyapmiz. Men sana shuni aytayki, u seni ololmaydi. Meni aytibasmi, seni uningga yotliq qilmayman, dedi bovay. Samiya ko'zlariga liqta yosh ilib so'radi. Dada, amsa men qanday qilaman? Sen ostola uning royiga boqqin. Uni ancha-muncha umundirib qo'y. Samiya dadisining o'ziga bundaq talab qo'yayotganligiga ishonmay. Royiga boqqin demsiz? Men bu ishni qanday qilaman? dedi. Dadisi gapni uchuq deyishdan izoh tatqandek uningga qaramay turib. Uni bizni qo'shilibdi degan o'yga keltir demoqchiman, dedi. Samiya qasdan dadisini o'sal ahvolga qo'ymoqchi bo'lgandek yana so'rdi. Amsa qanday qilsam bo'ladi? Bovay amdi taqat qilolmay vaqirab ketdi. Qanday qildiganligingni men uqmayman. Shuni bilginki, men Abdulhamdi sana xo'jayin bo'ladi devatmayman. Agar u qiliqsizlik qiladigan bo'lsa, qo'lini kesib et. Uqdingmi? Keyin u ovozini sal pasaytib yelindi. Menga bu dardlar bek og'ir kelyotidi. Yordam qilinglar.
Buning hammasi uyimizda turayotgan Hiliq apandini kasofati. Men tugashdim. Men to'ydim. Endi gap qilmay tura olmayman. Men bu uydan chiqib ketaman. Hammachamning uyiga berib turaman. Bu yerda 1 minutmi turmayman. Birer amal tepinglar. Bundaq bo'laveradigan bo'lsa, hammamiz baloga qolamiz. Dedi Samiya ko'z yoshlarini ertib turib. Shunda qilib bu qitimliq roman o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Laqatim ko'rishayli, xayr xo'sh.